Bacham? Onang bilan maslahatlashib bir qarorga keldik. Seni uylantirishga qaror qildik biza. Qiz ham topib qo'ydik, ota-onasiga ham aytib qo'ydik. Faqat to'y qilish kerak, tamom. Mendan nima so'ramadingizlar? Nima mendan so'ramang, ish qilyapsizlar. Men odam emasman uyda. O'ylamaymanmi? Mendan so'ramasdan to'yim qilmoqchilar. Nima menda yurak yo'qmi? Mendan bir og'iz so'rasalar bo'ladi-ku. O'ylamayman men. Qachongacha mendan so'rab ish qiladilar? Haqiqatan ham o'ylansam, ha? Tuva. Bilar. Tuva. To'yim bo'lsa, ha? Yelkalab tursam, daras turingdi. Tuva. Bacham? Qizi ota-onasiga aytib qo'yganman. Uylantiramiz, to'y qilamiz deb. İltimos senden bacham, meni el yurt oldida sharmanda qilma. O'ylanmayman men. Tushundingizlarmi? O'ylanmayman. Ulas neyse. Ey, menga iltimos qilyaptilar. O'ylan deb. İltimos qilyaptilar.